Assalomu alaykum hammaga. Dizaynerning uyiga kelganmiz. Hozir turmayapti. Boshlig'i o'zi ovqat qilyapti, sho'rva qilyapti. Xudo xolasa hamma ular kelib qo'ygan. Bu suvlar o'zimizga. Здравствуйте. Здравствуйте. Работа кипит. Xolasa Onlarimiz to'plarni qildik. Endi bu yerlarga o'sha o'tkazishimiz kerak. Ha, bitta narsa. O'zi biz kelib dizayn uyligi uchun endi dizayn ta'mirlash shart emas. Pulga topshiramiz, boshqa nima bo'ladi. Rasmlarni yaxshi ketganmiz, bergan pulni olganmiz. Endi buni haqiqatan kvadratiga pulni olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana dekorativ dekorativ hosiladi. Buni o'zi dizayn o'zi sabr etmasdan bizni chaqiribdi. Xullas, mana shu g'ishtni kvadratini Moskvada yurganlar yoki yurgan tanishmoqlar Moskvadagi ustalarga jo'natib qo'yinglar. Shuni kvadrati necha puldan? To'g'risi bunaqa ish qilmaganmiz. Biz faqat plitka bosganmiz. Dikkan olaveradiganmiz, granit bosganmiz, lekin bunaqa ish qilmaganmiz, shuning uchun narxini bilmaymiz. Kimdir bilsa, narxini iltimos yozib ketinglar va like bosib, tanish ustalarga jo'natib qo'yinglar. Bo'lamiz.